Dadasi, yaxshi haydayapmanmi? Вообще zo'r, yorib yuboryapsan. Boshidan boshlaymiz. Qara, shuncha o'rgatdim. Endi o'zing. Sekin yurib orqaga olib chiqchi. Zadniga yurish uchun erga qo'yishing kerak. G'alati-yu, jahlingiz chiqmaydimi axir? Sen srochna farosating bilan yarashib olgin. Aha, yaxshi. Sekin to'g'riga yuraverasan. Keyin qayerga yuraman? Lokatsiyaga qarab ketsang adashmaysan. Aha. Nima qilyapsan? Yo'lga qara. O'zingiz lokatsiyaga qarab ketdi deysiz, siz yo'lga qarashingiz kerak. Ha? Senga havasim keladi, svejiy miyang bor. Umuman ishlatilmagan. O shilqan birov xotiniga signal chalishga uyalmaysanmi? Menimcha 15 sekunddan beri yashilda to'xtab turganing uchun chaldi. Men o'zi yaxshi haydayman, siz gapirib chalg'ityapsiz. Ha, bo'pti, jim ketaman. Voy, nimani bu riqatga bosing? Voy, gapiring, o'rgatib keting menga. Voy, dod. Tak, tushunarli. Pampers to'lib qopti. Olib kelib bersangiz almashtirib beraman. Xo'p. Ha, aytgancha, switch ham olib olinglar. Nima bu? Mashinaga pampers kerak ekani nechilik taqiladi? 45lik. Bo'ldi. Endi umuman mashina haydamaysan. To'g'risi, mashtumga keldi. Uzr dadasi, lekin men siz o'ylaganchalik hech nimani bilmaydigan ahmoq emasman. Uzr onasi, men seni xafa qilmoqchi emas edim. Ketdingmi? Switch nima bo'ldi? Ha, mana. Aytgancha buni mashinani qatiga tiqadi. Dadasi, mashinamni haydataman dedingiz, esingizdami? Yo'q, Qaytda emasmidi bunda? Nima deysiz? Yo'q, narsa. Mayli, yur. Ha, sen osonroq haydashing uchun avtomat korobka bo'lish kerak. Aha. Qaq ketdi bu. Dadasi, mana. Nima bu? Avtomat korobka, o'zingiz aytdingiz-ku. Bum bum. Voy, nimaga ikkita? Yana bitta pedal qani? Men olib otib yubordim. Voy, bering, bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, avtomat. Nima avtomat? Meni otaman deb qo'rqitmoqchimisiz? Men haydayman, siz rol ishlab ketasiz. Voy, jinnimisan? Ha, o'zingiz aytgansiz, oilada rol erkak ishda bo'lish kerak deb. Bitta shuni eslab qolsan, ha? Bu nima? Qara, yaxshilab eslab qolishing uchun. Bunisi sen, bunisi oying. Ha, qanaqasiga? To'rimiz bilan gaz demoqchiman. Senga qaysi belgi yoqadi? Chapga yurmang degan belgi. Ha, menga P. Nima? P boru parking. Senkani belgisi o'sha yoqadi. Bo'ldim, dadasi, uyga qaytamizmi? Yo'q, bugun uyga qaytmaymiz, ko'chada yotib qolamiz. Dadasi, ko'chada yomon mashina ko'payib ketibdi-a. Nima qiling? Aytaymi, haydamasinmi? Voy, gapingizga kirishadimi? He, tarqalinglar. Hech kim mashina haydamasin. Xotinim aytayapti. Dadasi, tabriklayman, prava oldim. Voy, zo'ru, endi pravani yuvish kerak. Aha. Mana dadasi yuvdim. Aytganingda kir so'm bilan parashok olib kelib berardim, yaxshiroq yuvilardi. Endi haydatasizmi mashinangizni? Men senga ishonmayman. Oldin seni o'zim sinovdan o'tkazib, keyin beraman mashinani. Birinchi o'rinda ayol kishi haydaydigan mashinani orqasiga har ehtimolga qarshi ayollarning tuflisi bilan o'quvchini qo'yish kerak. Xo'p, hozir. Bo'ldi, dadasi, tayyor. Seryozni? Qani? Nima bu? Tufli, o'zingiz aytdingiz-ku. Bu mayli. Ha, bu kim? Assalomu alaykum. O'quvchi. Ketdingmi endi? Bo'ldi, hayda mashinani. Haydash kerak, haydamasa yurmaydi. Ket. Yo'qol. Dadasi, haydasam ham yurmayapti-yu. Men adashdim. Hali beri mashinaga o'tirmas ekanmiz. Sen hali yo'l chiziqlari, belgilarini ham bilishni yorvarsan kerak-a. Menga zebrani ko'rsatchi. Endi tupi ko'ryapsiz, dadasi, mana. Obbo, benzin kam qopdi-yu, zapravka qilib olaylik, Guli. Betga ne keldik? Zapravka qilib olaylik dedingiz-ku. Boring, kirib chiqing, kutib turaman. Mashinalarni ko'ryapsanmi? Qara nomeriga. 40, ana 50, to'g'ri 60, 70 deb yozib qo'yibdi. Shu nima degani? Ha, shunda 40, 50, 60 tezlikda yuradi deganimi? Mana bu hamma knopkalarni bilsang kerak. Signal chalchi. Xo'p, O, malades. Yop endi buni. hozir. Voy, qoyilman. O'chir. Voy, onasini yemsin. Qani portlatib yuborsa qanaqa bo'lar ekan? Dadasi, mashinangizni berganingiz uchun rahmat. Ya nima qilyapsan? Kamera bor. Yo'q, chiroyli bo'lishim kerak-a? Boshqa ko'ylagingni kiyib olishing kerak edi. Yomg'ir boshladimi? Oynani artib yubor. Xo'p.
Qiz boshingdan. Endi nima qilyapsan? O'zingiz oynani artdi deysiz-ku. Ha, to'g'ri. Men bu o't o'rishga chiqarilgan-u. Bunday kombaynda bu. Assalomu alaykum, inspektor To'lagani. Hujjatlarni ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Ha? Mana pasportim, mana bolalarim metrkasi. Nima? Boshqa hujjat so'rayaptilar. Yo'q-e. Mana diplomlarim. Nima bo'ldi endi bunga? Bitta ko'raychi orqangni ochib yubor. Bu nima deganingiz? Uyalmaysizmi? Sharmanda. Yo'qoling. Mashina benzin quyib olaylik. Brat, 92. 2001. Katta bo'lsangiz o'zingizga normal muomala qiling. Ha? Bundoq qara. Qarindoshing emasmi? Bo'pti, ehtiyot bo'lib, mahalladan chiqmasdan haydagin. Xo'p. Diqqat, tezkor xabar. Toshkent shahrida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan noma'lum haydovchi paydo bo'ldi. Voy, xotinimga aytib qo'y. Ali, men qara, shaharda bitta to'poy haydovchi paydo bo'lib, polni strechni yurgan ekan. Ehtiyot bo'lgan. Voy dadasi bitta emas. Mana shuncha to'poy hammasi men tarafga qarab haydab kelyapti. Oka, oq Nexus sizdanmi? Ha. Olib turasizmi? Mana joyimizda. Xo'p. Alo. Qo'shni uxlaganingiz yo'q-ku? Ha. Mashinangizni olib turasizmi men joyimda? Hozir. Xatga qo'yaman endi. Ha! Be akajon mashinani oling, 1 soatdan beri do'nglatib uryapman, Сволочь! Убери машину! Дурак! Aka, mashinangizni olib turing, asfalt to'kamiz. Mashinangizni mumkin bo'lmagan joyga qo'yganingiz uchun shtraf yozdik. Qo'l qo'yib yuboring. Oke, 1 soatdan beri qidiraman. Toychani olib turing. Yo'laman. Qanaqa qolasizmi? Olmayman. Xo'p. Ha, aytgancha, pastga oqning kishi sizdanmi? Bu yoqqa aka. Kuyov bola, sovchilikka borar ekanmizda. Ha, tirishlaringizdan. Kiyimlaringiz yarashsa-da. Kelin bola ham o'zingizga o'xshagan chiroyli kiradir-da. Oyi, bitta narsa aytsam maylimi? Nima ekan? Bemalol. Kelin bolam uyiga ozgina qoldi, mashinani men hayday. Zo'r mashinasi bor ekan deb o'ylasin. Voy toychog'im, mashina sizdan aylansin. Qalay, oyi, yarashdimi? Boshingni yegur. Ha, og'zingdan qoning kegur. Ha, uylamay o'lgur, baloni yoribsan-ku. Uzr oyi, o'zingiz hayday qoling. Mashina minmay o'l. To'rko'z, turishini qara buni. Ustingga nima bola kiyib olgansan? Ani qizingdan maymundan battardir. Yalmog'izga o'xshagan.